Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham aytadilar, Alloh taolo Qur'oni Karimda ham aytadi, la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo hech qachon bir jonni toqatidan tashqari muammolarni, qiyinchiliklarni ularni ustiga taklif qilib yuklatmaydi. Alloh taolo bizni ustimizga qaysidir musibat kelgan. Otamiz vafot etdi, qizimiz kasal, masalan, onamiz betob yoki oila ajrashuv yoqasiga kelgan. O'sha musibatga bizni toqatimiz yetadiki, Alloh taolo bizni ustimizga shunday musibatlarni yuklab qo'ydi. Agar toqatimiz yetmaganida, bizni kuchimiz yetmaganida Alloh taolo u musibatlarni, u mas'uliyatlarni bizni bo'ynimizga yuklamaydi. Eng qiziq joyi shunda. Odamlar besabrlik qiladi, o'zini ichkilikka beradi, o'zini chekishiga beradi, o'zini qiyinchilikka beradi, noumid bo'ladi, xafa bo'ladi. Birodar, xafa bo'lmang. Agar sizni toqatingiz yetmaganida Alloh sizni ustingizga yuklamasdi buni. Allohga shukr keltiring, Alloh taologa shukr qiling. Sizni toqatingiz mana shu narsaga yetarkan, Alloh taolo sizni ustingizga mana shu qiyinchilik bo'ladimi, mas'uliyat bo'ladimi, yutuq bo'ladimi, mansab bo'ladimi, nima bo'lsa, Alloh taolo sizni toqatingizdan ziyodasini sizni bo'yningizga yuklamaydi. Alloh taologa shukr aytishlik, har bir musibatlarga, har bir narsalarga inshaalloh siz har birimiz sabr ila, yaxshilik ila Alloh taoloning arqonini mustahkam olgan holatda hayotimizni davom ettirmoqligimiz kerak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an.